Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube kanalni noldan ochishni o'rganamiz. Bugungi videomizni to'liq oxirigacha ko'ring. Har kuni videomiz davomida kuniga YouTube'ni kanal ochishni boshlab, kanalni monetizatsiyaga ulash holatigacha birgalikda video tayyorlab boraman. Amerikan kanallarni qanday ochish, Amerikan nomerini qanday sozlash, Amerikan nomer bilan tasdiqlash shartmi, yo'qmi, hammasini birin-ketinlik bilan video bilan sizlarga isbot dalili bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlar maksimalniy like, kommentariya bilan mani qo'llab turasizlar degan umiddaman. Bunda videomiz cho'zilmasligi uchun sizlar bilan birgalikda YouTube kanalimizni noldan ochib olamiz. Birinchi o'rinda Gmail akkauntimizga kirib, bu yerdan hisob yaratishni bosamiz. Shaxsiy foydalanish uchun yoki ish biznesi uchun degan joydan bizga shaxsiy foydalanishni bosamiz. Shaxsiy foydalanishni bosganimizdan keyin ism, familiya. Bu yerga ism, familiyani ham ixtiyoriy kiritsangiz bo'ladi. Men misol uchun yozyapman, Ashirali deb yozdim. Keyin familiyaga Imomov. Keyingisi degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng tug'ilgan kun va jinsingizni kiriting deyapti bu yerga. Endi biz tug'ilgan yilimizni, oyimizni, kunimizni va jinsimizni kiritamiz. Hammasini kiritib bo'lgandan so'ng bu yerni keyingisi tugmasini yana bosamiz. Bu yerda Gmailni yarating degan joyga xohlaganimiz o'zimizga ma'qul kelganini tanlab, keyingi tugmachasini yana bosamiz. Muhim joyi bu yerdan hech qachon o'tmaslik kerak. Parol yaratamiz o'zimiz uchun. Harflar va sonlar va belgilardan. Misol uchun qilib yaratyapman. Mana endi parolni ham yozdim. Keyingi tugmachasini bosamiz. Mana Gmail akkauntimiz tayyor. Bu yerdan keyingisini bossak, maxfiylik sozlamalari shartlariga rozimisiz deyapti. Bu yerda roziman. Gmail akkauntimiz ham ochildi. Tamomini qilib turib, Gmail akkauntidan chiqib, endilikda YouTube'imizga kiramiz. YouTube dasturiga kirgandan so'ng bu yerda avtomatik o'zimizni shu Gmail akkauntimiz bilan kiryapti, chunki bizning akkauntimiz yo'q edi. Yangi sizlar bilan Gmail akkaunt ochdik va sizlarga tushunarli bo'lishi uchun sirazi YouTube dasturiga kirib, YouTube dasturidan sizlarga mana kanal yaratish degan joy chiqyapti. Bu yerda kanal yaratish degan joy bosib, kanalni yaratib olamiz. Kanal yaratishni bosganimizdan so'ng suratingizni joylang deyapti. Kanalga surat joylaymiz, profiliga, ya'ni profiliga surat joylash uchun kamerani ustiga bossak, galeriya, kamera turibdi. Kamerani bossangiz o'zingiz rasmga olishingiz mumkin. Galereyani bossangiz, galereyangizdagi istalgan rasmni qo'yishingiz mumkin. Sizlarga maslahatim, o'zingizni rasmingizni yoki YouTube kanalida qanday video olib bormoqchi bo'lsangiz, shu rasmni qo'ysangiz yaxshiroq o'sish bo'ladi. Rasmni qo'yib olganingizdan so'ng kanalingizga o'zingiz xohlagan nomni berishingiz mumkin. Hozir menda Ashirali Imomov turibdi, uni o'chirib tashlab Ashirali TV qo'yib qo'yaman. Mana Ashirali TV yozib ham qo'ydim. Endi saqlanib qilib kanal yaratish tugmasini bosamiz. Mana kanalimiz ham yaratildi. Endigi videolarimizda YouTube studiodan YouTube kanalimizni to'g'ri nastroyka qilish va YouTube'ga shapkacha qo'yish, kanalni to'g'ri olib borishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Kanalimizdan uzoqlashmang, videomizga like, kommentni portillatib, yondirib, podpiskani bosib qo'yinglar.